Dünyanın her qaysı şeylerki körümen dostlar, hazır qalxtanlar xeyirlik bolsun. Mening ismim Muzaffer. Bugünkü temamız olsa banka. Banka deganimiz biz pullarimizni bexatar shaklda qo'ya oladigan va ola oladigan, inovat, e'tibor va tashqi profit savdosi qila oladigan, qimmatli mulklarimizni saqlash uchun ijaraga ola oladigan va savdo, sanoat, iqtisod qatorliq har xil faoliyatlar bilan shug'ullanadigan organ. Bankaning eng asosiy va eng oddiy iqtidori bo'lsa, sizdan bankaga berib pul qo'yishingiz, mening bankaga berib pul qarz elishim. Unda bo'lsa insonlar nimishqa bankaga berib pul qo'ydi? Buning 3 asos maqsadi bo'lishi mumkin. Birinchi maqsad bo'lsa, banka uy qargan chog'da texim bexatar bo'lganligi uchun insonlar pullarini bankada saqlashni xohlaydi. İkinci asas maqsad bo'lsa, insonlar o'zining yig'ib qo'ygan pullarini bankaga olib borib, banka o'simi orqali pullarining qimmatini saqlab qolish yoki pulidan pul tepish uchun bankaga qo'ydi. Üçüncü asas maqsad bo'lsa, banka orqali pul almashtirish, pul avatish, mablag' silish va tor tijoratida ilm setim qilishni maqsad qilgan bo'lishi mumkin. Masalan, birsini misol qilib bersam, Ahmad nimishqa bankaga berib pul qo'ydi? Banka Ahmadga deydi: "Sening qo'lingda 100 ming lira pul bor. Sen bu pulni uyga qo'ysang bexatar emas. Sen bankamga kel, men sana bexatar shaklda saqlab beray" deydi. Masalan, yana bir jihatdan sen pulni uyga qo'ysang, pulning qimmati tushib ketadi, to'lab ketadi. Shunga sen pulni bankaga olib kel. Bankada men sana oylik o'sim yoki yillik o'sim shaklda sana o'sim berman deydi. Ondan Ahmad pulini ilib bankaga o'sim shaklda qo'ydi. Banka Ahmadning qo'ygan 100 ming lira pulni yil oxirida Ahmadga 110 ming lira shaklda qilib berdi. Agar Ahmad bankadan 110 ming lira shaklda olmoqchi bo'lsa, Ahmadning puli bankada eng az 1 yil qilish kerak. Banka olsa bu 100 ming lira pulni nayt tezdan ishlatdi. Bu pulni ilib pulga ehtiyojli bo'lgan boshqa bir insonga qarz berdi va tashviqotni nayt yaxshi qildi. Masalan, televizor e'lonlarida va tor dunyosida oldimizga ko'p uchraydigan bankalarning tashviqot e'lonlari mavjud. Mashina olgangiz bormi? Banka keling, sizga pul beraylik. Uy olgangiz bormi? Banka keling, sizga pul beraylik. Yoki mablag' solgangiz bormi? Banka keling, sizga pul beraylik degan shaklda nurg'un tashviqot e'lonlarini ko'ramiz. Birisi banka kelib, undaq bo'lsa 100 ming lira pul ber yoki 100 ming dollar pul ber deydi. Banka olsa ma'qul, mana 100 ming lira pulni e'lon, menga yil oxirida 115 ming lira qilib qaytaring deydi. Ya'ni eng bosh degan ana bankaga kelib qo'ygan 100 ming lira pulni beg'i berdi. Be bo'lsa bu pulni ishlatib, yil oxiri 115 ming qilib banka qaytardi. Banka bo'lsa bu qaytarib olgan 115 ming lira pulning 110 ming qismini og'a qaytarib berdi, o'tirdiki 5 mingni o'zi olib qoldi. Bankalar asosan bu shaklda ishlaydi. Banka har vaqt bunda kichik mablag'lardan pul topmaydi. Çoğun şirketler bilen bolgan pul elish ve berishdan foydaldi. Mesela ma'lum bir şirket kelib, men ko'rik salmoqchi deb bankadan 50 milyon dolar yoki 100 milyon dolar şeklinde qarz oldi. Banka boshqalardan to'plagan pullarni bu shirkatga berdi va texim yuqori o'sim shaklda qaytarib oldi. Bu xil qarz berish yoki elishlarning miqdori, vaqti, o'sim fursatlari o'xshash bo'lmaydi. Banka bu xil o'simdan sirt nurg'un doiralardan o'zining foydasini ola oladi. Masalan, siz bankada pul elib satsangiz yoki bankadan boshqa bir bankaga pul yo'tkagan bo'lsangiz va yoki banka orqali tijoratlaringizni qilgan bo'lsangiz, o'xshashdan banka orqali mablag' solgan bo'lsangiz, banka har vaqt o'zining foydasini sizdan chiqarta oladi yoki sizdan ola oladi. Normalda bankalar sizdan qo'ygan omonat pullaringizdan kirasini to'laydi. Sizdan 100 lira pulingizni oldi, 1 yildan keyin qaytarib berdi va ustidan pulingizdan kirasi bo'lgan 10 lirani to'lab berdi. Ya'ni pulingizdan o'simini berdi. Iqtisoddagi o'sim deganimiz eng oddiy shaklda pulning kiralash qiymati. Bankalar bergan qarzlarining o'simini olib foydaga erishadi. Har qanday bir davlatda bankalar nayt muhim bir o'rin egallaydi. Qaysi sohalarning yuqorilishiga va taraqqiy qilishiga bankalar mı qarar berish kuchiga ega. Chunki ma'lum bir sohaga texmi ko'p qarz berishi va texmi to'van o'sim bilan berish mumkin. Xalqaro o'lchamdagi bankalar xalqaro savdolarda yuqori ixtiyorga ega. Bankalardagi pullarni biz tizimlatilgan sonliq pullar deb ataymiz. Chunki bankalardagi pul miqdori butunlay qog'oz puldan iborat emas. Sistemaga tizimlatilgan va xotirlangan sonlardan tarkib topadi. Masalan, siz har oy 5 ming lira maosh olsiz. Bu pul sizdan banka kartangizga sonliq ma'lumot shaklida kirdi. Siz bir bankaga berib yoki bir pul chiqarish mashinasidan pul olmoqchi
pulumuz sallıq pul şeklinde saklandı. Dünyadaki pullardan köp kısmı sallıq pullar şeklinde saklandı ve tarqıtıldı. İnsanlar mı özara sanlarını bir-birisi yollaydı. Eğer siz bir maşini setip alğılayıb barğan vaxtınızda, hazırki dövrdə siz 100 man yoki 200 man lira pulunu götürüp verip setip almaysınız. Banklar vasitəsi arqılıq pul yötkeç və yoki pulunu hesabıga urup veriş şeklinde buldu. Banklarını 3 türge ayırışqı buldu. Birincisi Məbləğ Bankası, yerlik Məbləğ Bankası ve çetel məbləğ bankası. Yerlik məbləğ bankası bolsa, Dövlət Bankası yoki şəxsi bankalar. Dövlət Bankası yani hazırki Ziraat Bankası, Dehqonchilik Bankası. Yerlik şəxsi banka bolsa, Türkiye'deki Sabancılardan Qorğan Ağ Bankası. Çetel məbləğ bankası olsa, hazır Türkiye'deki Deniz Bankası, QNB Finans Bank, HSBC degenlik. İkincisi olsa alayidiligiga ve kesiplerge qartılgan bankalar. Dövlət dehqonchiligi ve açlıq sanayitini aldınqı plan qoygan Ziraat Bankası. Öymülük Bankası. Öymülük setişlerde aldınqı plan çıqqan. Üçüncüsü olsa mərkəzi bankalar. Pulun qiymetini qoğdaydigan, xalqaralıq ticaretlerden tamponluqını saqlaydigan ve bazardan pulgu bolgan ihtiyacını qamdaydigan. Axırda banka xalqdan pulgu bolgan ihtiyacını qamdaydigan. Yuqorsida mərkəzi banka bolgan ve onun bir yuqorsida dövlət bolgan bir quruluş.